Bu videosida sifatgan bo'lsa, demak siz sanuzel uchun to'g'ri ventilyator tanlashni bilmaysiz. Ventilyator tanlaganda uni nafaqat rangi va dizayniga, eng asosiy faktorlardan bittasi bo'lgan uni necha vatt tok e, rasxod qilishiga va 1 soat ichida necha kub havo tortib berishiga qarash kerak bo'ladi. Bular asosan aynan shu qismida yozilgan bo'ladi. Ventilyator olayotganingizda shuni ko'rib xarid qilinglar. Odatda 90-100 kub 1 soatda tortib beradigan ventilyatorlar odatiy sanuzellardagi yetarlicha havoni aylantirib berishga yetadi. Xo'p, agar siz sanuzelingiz odatdagidan kattaroq, ya'ni 3 ga 4, 4 ga 5 bo'ladigan bo'lsa, unda kattaroq ob'em tortadigan, ya'ni turbo dvigatelga ega bo'lgan ventilyatorlarni tanlashingizni tavsiya qilamiz. Bizda turbo modellarimiz aynan mana shu modelimizda bor. Buni oq rangi 120 kub havo tortib beradi, 100 talik diametri. Agar sizga undan ham kattaroq ob'em aylantirish kerak bo'ladigan bo'lsa, 120-150 modellarimiz bor. 150 talik modelimiz 300 kubgacha 1 soatda havo tortishga kuchi yetadi. Foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. YouTube kanalimizda bunaqa foydali videolar bilan bo'lishib boramiz.